Bu kichkina ekskavator nima bilan shug'ullanishingiz mumkin deb qiziqishingiz mumkin. Bu ekskavator bilan biz zaborda chashkalarni qo'yish bilan shug'ullanyapmiz. Mana shu oxirgi 1 hafta 10 kundan beri. То есть bu betonkalarni tepasiga hozir o'ringa qo'yib chiqilyapti. O'ringa emas, короче, nima desam ekan. Tak, geodezist otib beryapti. Har bir razmerda har xil. Shu razmerga qo'yib chiqyapmiz. И bundan keyin manipulyator bilan zabor qo'yib chiqishadi. Bu yerda bularda har xil razmerga qo'yilayotgani sababi yerimiz uklon, shuning uchun zaborimiz haligi stupenkaga o'xshab chiqishi kerak. Har biri bir-biridan где-то 10 sm, 5 sm pasayib stupenka holatida. Shuning uchun hammasi har xil razmerda qo'yib chiqilyapti. Buni qo'yishdan oldin yerni kavlayapmiz, pasaytiryapmiz, sheben bilan zaska qilinyapti, ip tortib turib, geodezist pribori bilan har birini razmerga qo'yib, mana hozirga o'xshatib, tekislab chiqishyapti, santimetrga qo'yib. Mana endi chashkani olamizda, qo'yamiz. Bu ishimizda bizga oshiqcha aql kerak emas, eng asosiysi o'ta plavniy ish qilishimiz kerak. Lekin bu zoomlion bilan plavniy ishlash qiyinroq. Sababi bilmayman nimaga ekan, reski. Lufti bor. Buni qo'yishdan oldin biz atolamiz, tushirib olamiz, ekskavator likillamasdan haligi mahkam turish uchun. Sekin qo'yishni boshlaymiz. Eng qizig'i, men hozir gazni og'ir tashlab olsam ham, baribir reski qimillab ketadi. Lufti borligi sababiga, reskiligi sababiga. Agar biz bu ekskavatorda yaponskiy markalar bilan ishlaydigan bo'lsak, ular o'ta ham sifatli bizga xizmat qilib beradi. Hech qanaqa luftlarsiz, reski движенияларsiz. O'zingiz xohlaganda plavniy tushirib, plavniy ko'tarib ish qilasiz. Mana shu bilan betonkani qo'yib qo'ydik. Endi u yoqni o'lchashadi, shu bilan bitta betonka qo'yildi. Chashka deyilami, betonka deyilami. Xullas, zaborda tagdagi ushlab turadigan betoni. Bizda bunga даже 5 minutdan vaqt ketgani yo'q. Agarda kavlash zasikalar bilan hisobga oladigan bo'lsak, где-то bir 20 minut vaqtimiz ketib qoladi. Musorni yo'qotamiz. Mana hozir qo'yilganda o'lchashyapti, baland pastni ko'rib aytib berishadi. Menga yaxshi tomoni bu ozroq baland kelishi. Agar past keladigan bo'lsa, o'sha ko'tarib olib turishga to'g'ri keladi. Baland kelsa urib qo'yamiz, to'g'rilanadi. Hozir ko'ramiz. Olish kerak ekan. Ikkinchi paketkamiz. Birinchisi ozgina past keldi.